O'zbek yozuvchisi Anvar Ergashev va uning rossiyalik hamkasbi Yuliya Medvedovskaya ham muallifligida yozilgan 101 romani. Kitobda Ikkinchi jahon urushi boshlarida asir olinib Niderlandiyadagi Amersfoort lageriga olib kelingan asli o'zbekistonlik bo'lgan 101 jangchining fojiaviy taqdiri haqida so'z bor edi. Asar voqealari nemis generali Walter Heinrichning o'g'li Martin tomonidan so'zlab beriladi. Martin nabirasi Yevrim bilan O'zbekistonga keladi. U o'zini butun umr qiynagan xotiralarini aytish uchun bizning yurtimizga tashrif buyuradi. O'zbek askarlari ichida eng yoshi ulug'i Hoshim ismli yigit edi. U o'z safdoshlarini juda oqilona boshqarib, ko'p bora o'limdan asrab qoladi. Ularga hayvonlarcha muomala qilishayotgan bir paytda Hoshimga xayrixoh bir do'st Alex uchraydi. Alex o'zbeklar bilan nemis zobitlari o'rtasida tilmoch vazifasini o'tar edi. O'zbek askarlarini jahannam azobiga solishdan maqsad nemis askarlarining Moskva uchun janglari oldidan ruhini oshirish uchun film suratga olish edi. Ular bu odamsiyoh maxluqlarning hech narsaga yaramasligini, qarshisida turgan dushman aslida juda nochor ahvolda ekanini ko'z-ko'z qilishni rejalashtirgan edilar. Buni qarangki, ularning rejalari barbod bo'ldi. Bunga Hoshim va safdoshlari yoshgina yigitlarning mustahkam irodasi, bir-biriga bo'lgan mehri, ishonch, o'zbekona lutf, kattalarga hurmat, mentalitet va har qanday holda ham insoniylik qiyofalarini yo'qotmaganlari sabab bo'ldi. Asarda eng ta'sirli nuqta menimcha ularga non uloqtirilishi. Juda uzoq muddat och qolgan asirlar shunday damda ham o'zini yo'qotmasdan harakat qiladilar. Eng kichik yoshli yigit Hoshimga nonni uzatadi. Hoshim esa uni ko'zga surtib, mayda-mayda bo'laklab do'stlariga beradi. O'zbekona urf-odatlarimiz kattalarni hurmat qilish, nonni e'zozlash aynan shu voqeada juda jonli tarzda tasvirlangan. Yana bir misol Hoshimning o'lgan oshnasiga janoza o'qishi. Do'stlarini har doim asrab-avaylashi ham juda yaxshi tasvirlangan. Hoshim haqiqiy o'zbek o'g'loni. U barchaga birdek ibrat bo'la oladi. O'zbek jangchilaridan 24 nafari ochlik, kasallik va kaltaklardan halok bo'lgan. Qolgan 77 nafari esa 1942-yil 9-aprel tongida konslagerdan uncha uzoq bo'lmagan o'rmonda otib tashlangan. Ularning barchasi Amersfoort yaqinidagi Sovet shon-shuhrati maydoni xotira majmuida dafn etilgan. Ammo jangchilarning shaxsini aniqlash imkoni bo'lmagan. Kitobning so'nggi sahifalarida xalqimiz tarixiga oid inson qalbini larzaga soluvchi rasmlar to'plamini ko'rishingiz mumkin. Ushbu asar asosida suratga olingan badiiy film 2020-yilda taqdim etilgan. Filmni kuzatishingiz davomida asardagi voqealar ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Yanada to'liqroq ma'lumot olishni istasangiz, 101 romanini to'liq o'qib chiqishingizni tavsiya qilamiz.